Bugun imtihon navbati Real Madridniki. Real Madrid bugun Allianz Arenada Bavariya mehmoni bo'ladi. Chempionlar Ligasi chorak final javob bahsida. Bilasiz, birinchi uchrashuvda madridliklar Santiago Bernabeuda 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchragan va ulardan ham bugun comeback talab qilinadi. Lekin minimum vazifa atiga bitta gol urish va bitta gol uradigan bo'lsa, hammasi yo'qqa chiqadi va hammasi boshidan boshlanadi. Ha, yana bir jihat, buni oldingi videoda ham aytgandim, ya'ni Real Madrid bu mavsum 40 dan ziyod 50 ga yaqin o'yinlar o'tkazib, atiga 4 tasida gol ura olmagan. Ya'ni har bir o'yinda gol urish imkoniyati, gol urish foizlari yuqori va bugun ham aynan shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta gol va ko'p narsani boshlab berish mumkin o'sha gol. Real Madrid esa comeback qilish borasida o'ziga o'xshagan ochiq futbol ko'rsatadigan jamoalarga qarshi u qadar muammolarga duch kelmaydi. Ya'ni biz ko'rganmiz, Real Madrid ehtimol Atleticoga qarshi comeback qila olmas, lekin Manchester City, Bavariya kabi hujumkor jamoalarga qarshi comeback qilish Real Madrid uchun nisbatan qulayroq. Ko'ramiz, bugungi uchrashuv soat 00:00 da bo'lib o'tadi va bu o'yinni profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va eng muhimi ortiqcha kanallarga obuna bo'lmasdan sifatli tarzda tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling, o'yinni birga ko'ramiz. Real Madrid comeback qiladimi yoki Bavariya yengilgina yarim final ishtirokchisi bo'ladimi? Birgalikda guvoh bo'lamiz.